Mana betonimiz ham bitib qoldi, xudo xolasa. Oldi taraf qoldi. Arkalari 12 ga 10.60lik uy mana. 12 ga 10.60. Mana arkalariga polobkalar qadab qo'ydik. Bugun bo'ladi, xudo xolasa. Bugun bitar arkasiga hozir mana yigitlar zapravka qilyapti, betonni quyib tashlashadi. Uzunasiga bu tomoni 12, bu tomoni 10.60. Mana ichida dushi. Mana o'rta zal. Yo'para ayollar mehmonxonasi. Yotoqxona qilsa ham bo'laveradi, buni oshxona qilsa bo'ladi mana. Bitta bolalar xonasi.